Kecha obeddan keyin G'ayrat akam bilan Ilhom akam kelib, oshxonamga ubоркаga tushdim. Qizimni arillatib yurib, qozonlarimni tozaladim. Dadamiz bozorga qilib keldi, bozorlarni joyladim xolodilnikka. Bu yerda mana tuxumni yuvib qo'yib, quritgan qo'yib qo'ygan edim. U quriguncha gazlarimni ham yuvib, falgalarini ham almashtirib oldim. Masalan, men falgalarni bir oyda bir marta almashtiraman. Qorayib ketadimi, yog'lama bo'lib ketadimi, teshilib gazimni tagiga o'tib ketmasa bo'ldi, tegmayman. Shu ham menga ancha yordam bo'ladi. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Masalan, menda bir Ilhom parilari kelmasa hech ham kelmaydi. Dangasa tomirlarim tortib qolsa tamom. Cho'zilib yuraveraman, ish qilgim ham kelmaydi. Zo'rg'a shu bir mahaloqatimni qilsam qilaman, u ham qolib ketadi. Kechagi kunim unumli, barakatli bo'ldi. Anchadan beri plan qilib yurgan ishlarimni qilib oldim. Kuxnyalarimni ichlarigacha bo'shatib, ularni ham taglarigacha artib tozalab, rakvinalarimni ham nalyot bo'lgan joylarini tozaladim. Xullas, mazza qilib bahri dilim ochildi, lekin oshxonamni tozalaganimdan keyin hozir bolalarga vitamin bo'lsin deb sabzidan sokini chiqarib beryapmiz. Har kuni kechqurun iloji boricha harakat qilyapman har kuni ichirishga. Kecha ishlarim ko'payib ketgani uchun dadamizdan yordam so'radim. Yoniga qizchasini olib o'ynatib o'tirib sabzilarimni archib berdi. Keyin kechqurun soklarini chiqarib ichirib qo'ydim. Ungacha ujinga ham tayyorgarlik ko'rdim. Bittasi go'shtli pirog yeyman dedi, bittasi pitsa yeyman dedi. Xullas kalom bitta xamirdan ham pirog qildim, ham pitsa qildim. Ujinga ham ovqat tayyor. Ha, aytgancha, grasmi, antinalyotniy sredstvosini olib keltirgandim xo'jayinimga. O'shani shu kompaniya menga reklamaga pul to'lasa ham arziydi, chunki uni videosini ertaga chiqaraman. Relsimda dushim shunaqa dog' bo'lib ketganda, suvni dog'i, uni tozalashga o'tdim. Bu xonada kuxnyani rakvinalarini ham tozalab oldim. Yaltillatib qo'ydi lekin. Shunaqa qilib go'shtli pirog pishdi, pitsa ham pishdi. Biz ujinni qilib oldik. Ujindan keyin esa yotishdan oldin sabzi soklarini chiqarib, bolalarimga bir stakandan ichirib, keyin yotib dam olishdi. Bugungi vazifa ham tugadi, vazifalar. Bolalarimga sabzini sokini qilib ichirdim. Qilish mazai shu yuvish qiyin-da, so'kavishmadi. Xudoga shukr. Xullas, endi bo'ldi.